1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan hamma ustozlarni tabriklaymiz. Mening birinchi ustozim O'tam Abdumalik ustozni ham 4 misra she'r bilan tabriklab qolmoqchiman. Ustozim, bugun aytarman yurakdagi so'zim. Qo'limga ilk qalam tutgan ham o'zing. Ta'zimdaman doimo bu aytar so'zim. Bayramingiz muborak, aziz ustozim. Kasbingiz mashaqqatli, buni bilgaymiz. Har onda so'zingiz yodda tutgaymiz. Shogird bo'lmoq sizga mening sharafim. Bayramingiz muborak, aziz ustozim. Doimo mehnatdan charchamang sira. Ta'rifim yetmagay bu misralarda. Sog' omon bo'lingda ilk bor quyoshim. Bayramingiz muborak, aziz ustozim.